Assalomu alaykum va rahmatulloh. Niholi Tursunzoda kanali obunachilari, tojikistonlik dehqonlarimiz, obunachilarimiz. Murojon akam bugun Furlan ko'chatxonamizga tashrif buyurgan ekanlar. Inshaalloh sizlar uchun YouTube kanali uchun katta mavzu oldik. Ancha o'sha informatsiyalar bilan bo'lishdik. Inshaalloh Murojon akam Tojikistonda ham xuddi shunaqa mana chiroyli joylarni qilib, boshqa qilib qotgan ekanlar. Biz rosa xursand bo'ldik. Qo'ldan kelgancha yordamimizni ayamaymiz inshaalloh. Ha? Hoji Akbar, nima deding? Albatta. Ha. Murojon aka, nimalaringiz bor? Tireklaringiz bor, gaplaringiz bor. Ayting. Bizda kanalimizda Tojikistonda Niholi Tursunzoda kanalimiz bor. Bizni kanalimizda o'zbekistonlik dehqonlar ham tomosha qiladi. Shu o'zbekistonlik dehqonlarga ko'chat kerak bo'lsa, qanaqa pomidor, bodring, nima ko'chat kerak bo'lsa, mana Hoji Akbarda telefon nomerini qo'yamiz. Murojaat qilishlaringiz mumkin. Ha, akalar. Hoji Akbarga murojaat qilavering. Ikkita nomer qo'yyapmiz, Abdulloh aka bilan Hoji Akbarning nomerini. Hoji Akbar, tayyor ko'chatimiz bormi? Hozir zakazda hammasi olingan hammasi. Hozir tayyor ko'chatimiz yo'q, lekin zakazlarni inshaalloh qilib beramiz. Ha, zakazlarni qabul qilamiz. Oldindan tashab qo'yilgan ko'chatlarimizga hammasiga zakaz olib bo'lganmiz. Inshaalloh zakazlar bo'lsa bemalol joyimiz, hamma narsamiz yetadi, qilib beramiz inshaalloh. Xudo xolasa. Alloh barakalarini bersin, ishingizga rivoj bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Hammalaringga rahmat. Assalomu alaykum.